72. Ögdilmiş Aliga elni idora qilish usullarini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi. Alik hamma ishga to'g'ri tadbir qo'llansin. Tilingdan yaramas yomon so'zlarni chiqarma. Buni Xudo ravo ko'rmaydi, ey bilimi daryo. Bu baglikni sen o'z tiliking bo'yicha zo'rlab olmading. Buni Xudo o'z fazilati bilan belgilagan. Seni qadrladi va bu baglikni berdi. Buningga shukr qil, ey bilimi kang. Dilingni tuz, o'zingni pok tutib, Xudoga ibodat qil. Xalqqa odil va mehribon bo'l. Havoyi havaslaringni aql bilan bos. Uni yengin, nafsingni bilim bilan yanchib tashla. Bilim bilan nafsni, havaslarni bosgan bilim berguchi nima deydi angla. Vujudingning tuz bo'lishini xohlasang, havasning bo'ynini kes. Havoyi havas o'lsa, vujudingning agrisi tuzlanadi. Havoyi havasga qul bo'lmaslikka tirishqin. Havoyi havas bilan nafs, har ikkisila din o'g'risidir. Ey Ali, sen nimishqa ojiz bo'lib qolding? Har xil yaxshiliklarni qilishga kuching bor, qo'ling yetadi. Nim uchun shuncha bo'la qattiq g'am qilasan? Nim uchun hayotingni ochiq qilasan? Yetarli xazinang bor, qo'shin, askar xizmatchilar ko'p. Hamma ishga yo'l ko'rsatiladigan bilim aqling bor. Xazinangni ulashtirib, askar xizmatchilarni xushal qil. Ular orqali hamma orzularingga yet. Kumush, oltin taqitib, dushmanni yengan jangovar shijoatli kishi nima deydi angla. Agar sen doim ustunlik qozonmoqchi bo'lsang, askar xizmatchilarni xushal qil, boturlarni maqta. Askar xizmatchilaringni xushal qil, ondan tilakingni tila. Barcha tilaklaring o'rindiladi, dushmanning bo'yni egiladi. Askar xizmatchilarni ko'paytgin, ularni xushal qil. Ularni bir kuni sen uchun so'yimlik jinini pido qiladi. Qo'shin va askar xizmatchilar bilan kofir dushmanlarni yanchib tashla. Xudodan madad tila, sening tayanching pokdir. Bu kofirlar uchun qo'shin askar to'pla, qoral tayyorla. Kofirlar bilan bo'lgan jangda o'lsa, o'lim hisoblanmaydi. Öy makonlarni ko'ydir, butlarni sundir. Uning o'rniga masjid, jome bino qil. O'g'illarni qo'l, qizlarni cho'ri qilgin. Uningdan o'ljagan narsalar bilan xazina to'pla. Musulmonlikni yo'lga qo'y, shariatni targ'ib qil. Shunda qilsang, yaxshi nom qozinasan, ulug' bo'lasan. Musulmonlarga qarshi turma, qo'l takkizma. Ularning homiysi Tangridir, ey Ali. Musulmon bilan qarindoshdir. Qarindoshlarga cheqilma, doim yaxshi o't. Xalqqa adolat qil, xotirjam yashsin. Sana yaxshilik tilab duo qilsin. Ondan Xudo sana so'yinch beg'ishlaydi. Ikkili dunyo sening bo'ladi, ey qahramon. Aligning o'gdilmishga javobi. Alik dedi: Bu so'zlarni yaxshi deding. O'zimmi xuddi shunday qilishni xohlayman. Ey yigit, mushu ishlarni qiladigan do'stim qani? Bu ishlarni qilishda sen menga yor yo'lak bo'l. Oldi bilan alni ro'naq topqizish, xalqni pok qilish kerak. Ichki tashqi munosabatning tadbirini tuzish kerak. Yaxshi ko'rganlarga in'om berib xushal qilish, seni yaxshi ko'rmaydiganlarni taqib qilish kerak. Buning uchun oldi bilan alni ro'naq topqizish kerak. Ichki tashqi meyxonalarni tozalash kerak. Xalqni qonun bilan tamoman tuzitish, eldagi yaramas ahvollarni tozalash kerak. Xotirjamlik, el ro'naqligi qani, men buningga yetishamedim. Ish ustiga ish to'plandi, ko'zim yumilmaydi. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berib dedi: Ey bey, sen ishlarni so'zma, hamma ishlar bilan shug'ullan. Qiladigan ishingni nemishqa orqaga so'zasan. İşlerini so'zma, vaqtida qil, ömrün o'tib ketadi. Bugungi ishni qilmasang, atki ishmi buningga qo'shiladi. Ish ustiga ish to'planib qoladi.
Bugungi ishingni qo'yib, at qilaman dema. Ati ishing chiqib qolsa, bu qilinmay qoladi. Elni idora qilib tozalab tur. Kelgusida xalqmi, o'zingmi rohatga erishsin. Yomon bo'lma, yomonlarga yomonlik ishlat. Yomonlarning hammasini elingdan tozala. Adil bo'l, to'g'ri ish qil, to'g'ri harakat qil. Shundoq qilsang, yomonlar agrilar qoyil bo'ladi, harakatini tuzaydi. Ta'tur harakat qiladigan ta'tur kishilarning yomonligini cheklamaguncha ishlar o'ngishli bo'lmaydi. Yomonlarni yaqin yo'latma, ziyni tegadi. Yaxshilar bilan sagak yasha. Adil, ko'ngli tuz, tili bilan dili bir, xulqi chiroyli kishi nima deydi angla. Yomonga qaytilma, to'g'ri yo'lda yur. Agrilar orasida to'g'ri kishining kuni tor bo'ladi. Kim yomonlik qilsa, o'z yo'lida falokatga uchraydi. Qiyomat kuni to'g'riga to'g'rilik hamdam bo'ladi. Ey Ali, askar to'plamay amal yo'q. Baglar bulg'in ishlarni askar bilan tozalaydi. Askar xizmatchilarni to'plash va in'omlar berish kerak. Kambag'allarni beyitish, ochlarni to'ydirish kerak. Xizmat qilib yurganlar umid bilan yuradi. Xizmatchi umidini uzsa turmaydi, ketadi. Ey Ali, xizmatchilar bir qancha xil bo'ladi. Farqlantirib ayrim muomala qil, yo'ldan adashmasin. Ularning bir xili 100 obro'y uchun ishlaydi. Ularning 100 obro'yini qilish kerak, orzusi qonsin. Yana bir tabaqasi mol dunyo talab qiladi. Ularga mol dunyo bagin jinini pido qilsin. Yana bir xili mol dunyo ham obro'y tilaydi. Shuhrat qozonish uchun ot va to'n talab qiladi. Agar polvon margan bo'lsa, kumush bagin. Qilich urib shahar allarning eshigini ochsin. Bilimlik, aqlliq, dono kishi bo'lsa, ularni qadrla, mol dunyo va yordam qo'lingni uzat. Yomon, zo'ravon bo'lsa, uni faqat o'stirma, huquq berma. U seni nadomatga qoldiradi. Yomon o'ktamlarni o'stirma, beytma. Shubhisiz shifoliq dorangni zaharga aylantiradi. Baturlar yobg'usi nima deydi angla. Eng zaif xalqmi boy bo'lsa bosh akmaydi. Yomonlarni beytma, ey qudratlik. Yomonlar beysa peylini buzadi. Yaxshilarningmi qo'li qisqa bo'lsa, muhtojlikqa tushib, xuy peyli buziladi. Yaxshi xulqli kishi muhtojlikqa tushib qolsa, qiliqlari va yaxshi mijoz xulqimi o'zgarib ketadi. Yomonlarni xo'rlasang, yurish turishini to'g'rilaydi, yaxshilarni hurmat qilsang, qiliqlari texmi yaxshi bo'ladi. Samimiy, sodiq kishilarni o'zingga yaqin tut. Uyatsizlarni o'zingdan yiroqlashtir, ulardan saqlan. Kimlar foydali, kimlar foydasiz farqlantirib tanlab muomala qil, ey bilimlik dono. Yaxshi ko'radigan va yaxshi ko'rmaydiganlarni farqlantir. Yaxshi ko'rganlarni so'y, dushmanga o't bo'l. Shodlikni xolamagan kishilarni o'zingdan yiroq tut. Uni so'yindirma, qiladigan ishlaringni uningga berma. Sadoqatni xiyonat bilan aralashtirma. Yaramliqni yaramsiz bilan birga tutma. Bir ishni birla vaqtda ikki kishiga topshirma. Ishonginki, bir-biriga to'ngishib ish qilinmay qoladi. Ishingni ish biladigan kishilarga topshir. Ish qilishni bilmagan kishi qiynalib qayg'uga cho'madi. Xizmat qildi debla ko'rganlik kishiga ish topshirma. Ishni sana foyda keltiradigan kishilarga bergin. Al manfaatini va o'zingning manfaatini tiligin. Boshqalarning manfaatiga ko'z tikma, uningga ilinma. Boshqalarning ko'ngliga qarama. Har kim o'z foydasini ko'zlaydi. Al manfaatini ko'zligin, o'zingni zo'm-zo buzma. Sana kim foydaliq bo'lsa, senmi uningga foydaliq bo'l. Foydasi tegmaydigan kishini o'zingdan yiroqlashtir. Foydaliq kishini qadrla, hurmat qil. Ey Ali, muhim ishlarni uningga topshir. Ey Ali,
Sen için qiladigan ishlar ana shulardir. Bularni ijro qilsang, el ro'naq topadi. Noming yaxshi bo'ladi, o'zing baxt topsan. Seningdan keyin noming, so'zing yodlanib qoladi. Xalq beyiydi, el saltanat ro'naq topadi. Xolig'iningcha xazina to'play olaysan. Samimiy, mehribon kishi nima deydi angla. Uning samimiligi so'ziga mos keladi. Qaysi elning begi yaxshi va to'g'ri bo'lsa, shu elning xalqi beyiydi, kuni tug'idi. Xalqning boyligi beg uchunmi boyliqdir. Xohlasang uni olasan, xohlasang buni. Shahar kentlardagi o'g'rilarni yo'qotqin. Musofir karvonlarni omon yuradigan qil. El ishida xalqqa zulm qiladiganlarni yo'qot. Chet yoqi joylardagi qaroqchilarni tozala. Yomonning paylini jazo bilan tuzat. Yomonga yomon yarashidi, senmi shundoq qil. Ey tosh yurak, yaxshilarning ozodi yuralishi uchun yomonlarni yo zanjirda yoki zindonda tutish kerak. Buningdan boshqa eldagi xalqlar bir necha turlik bo'ladi. Bularni ayirib farqlantirib turish kerak, yo'li ochiq bo'lsin. Ularning biri bilimlik olimlardir. Bu olimlar bilan kishilar baxt davlatga erishadi. Bularni qadrla, nima desa shuni qil. Shariat yo'lini tutib rad qilma, egil. Bularning yemak ichmakini haqqini o'ksitma. Ta'minlab tur, muhtojlikqa tushmasin ey hokim. Ular ko'ngil ozodaligi bilan boshqalarga o'rgatsin. Bilimsizlar ulardan o'rgansin. Bulardan keyin muhtasiblar turadi. Bularning huquqi kuchli bo'lishi kerak, ey qudratlik. Fosiq, bekochi, bezodilarni qisib tutsin, masjid jamoatlarini to'liqlasin. Ondan keyingi tabaqa sana xizmat qilguvchilar bo'lib, qattiq tutmasang, ular isyon ko'taradi. Bular yuk ko'tarmaydi. Bularning yuk mushaqqatini o'zing ko'tarishingga to'g'ri keladi. Bulardan qolsa avom xalq turadi. Bularga adolat bilan yaxshi qarash kerak. Bularmi 3 tabaqaga bo'linadi. Buni farqlantirish kerak. Zulm qilma, zulm qilsang alga jut keladi. Bulardan biri baylardir. Xalqning kuchligi ashula ey qudratlik. Qara, bulardan keyingisi o'tir hal kishilar bo'lib, o'tir hallar baylar qilgan ishni qilolmaydi. Kambag'allar bulardan keyin turadi. Hammadan avval bularni ostirash kerak. Baylarning yukini o'tir hallarga yuklamaslik kerak. Unda qilsang o'tir hallar buziladi, holidan ketadi. Kambag'allarga o'tir hallarning yukini ortmaslik kerak. Unda qilsang kambag'allar ochdan o'ladi, yiltizi uziladi. Kambag'allarni astirsa o'tir hal bo'ladi. O'tir hallar o'zini o'ngshib olsa, boylikqa erishadi. Kambag'allar o'tir hal bo'lsa, o'tir hallar beyiydi. O'tir hallar beyisa, eling boylikqa to'ladi. El ro'naq tepib, xalq rohatga erishadi. Shu zamonda sen duoga ega bo'lasan. Uch ordu xoni nima deydi angla. Nomingning yaxshi bo'lishini izdigin ey o'lguch. Kimning yaxshi nom bilan jini chiqsa, uning yaxshi nomi duo bilan davomli yodlanadi. O'lgandan keyin kim yaxshi duo bilan yodlansa, u qaytadan tug'ilib, yana bir hayot yashagandek bo'ladi. Mayli yerning ustida bo'l yoki yerning ostida bo'l, yaxshi noming mashhur bo'lsa, shuhratini o'zing ko'rasan. Qara, o'zing o'lasan, yaxshi noming qelishi kerak. Kishi o'ladi, yaxshi nomi qolsa, mangu yashaydi. Qara, senda ra'iyatning, ya'ni puhroning 3 haqqi bor. Bu haqni ado qil, sen zulm qilma. Biri elingda ko'mishni sop tut. Tarkibini nazorat qil, ey bilimlik. Yana biri xalqqa adil qonun yurgiz. Birining ikkinchi biriga zulm qilishiga yo'l qo'yma, ularni qo'g'da. Uchinchisi, barliq yo'llarning omonligini saqla. Qaroqchi bulongchilarni pak-pokiz tozala. Shunda qilganda
ra'iyatning haqqini o'tagan bo'lasan. Ondan keyin sen haqqingni talab qil, ey saxiy hukmdor. Ra'iyat ustidimi sening uch haqqing bor. Bularni ulardan talab qilish kerak, yaxshiroq angla. Biri yorliqingni hurmat qilsin. Nima degan bo'lsang, darhol shuni ijro qilsin. Yana biri xazina haqqini tutib qolmasin. Uni o'z vaqtida yetkazsin, ey saxiy. Uchinchisi, dushmanga dushman bo'lsin, kimni yaxshi ko'rsang, shuni yaxshi ko'rsin. Shunda qilganda sen o'z haqqingni olgan bo'lasan. Ularmi o'z haqqini ado qilgan bo'ladi. Bag o'z ishlarini ana shundoq yurgizishi kerak. Ra'iyatmi xuddi shundoq bo'lishi kerak, ey ulug'. Xalq begining yaxshiligiga ega bo'lsa, ondan bag xotirjam bo'ladi va shuhrat qozonadi. Ey Ali, seni ikki olam baxtga yetkazadigan ta'lim ana shudir. Bulardan boshqa olim donolar dast turib, xalqqa bilim bersin, nazorat qilsin. Yana muhtasiblarning huquqi kuchli bo'lsin. Jamoat ishini kezib, yomonlarni yig'sin. Savdogarlar omonatlarini ehtiyot qilsin, hunarvallar nasihatlarini qilib tursin. Dehqonlar dehqonchilikqa mohir bo'lsin. Chorvachilar chorvalarini ko'paysin. Endi sening xizmatingni qiladigan askar xodimlar qoldi. Bular dushmanga, bo'riga qarshi yurish qilguchilardir. Bularni xushal qilib, mol hadiya qil. Diqqat qil, ularni boshqa ishlarga band qilma. Foydaliq bo'lish darajasiga qarab, ularni qadrla, ihson qil. Mol dunyo bilan beytqin, kuchini oshir. Ular dushmanga, bo'riga qarshi to'liq tayyorlansin. Do'stlarga yor yo'lak bo'lib, dushmanga o'lim bersin. Shundoq qilgandilar, hamma do'stlaring tanlanib chiqadi. Barliq ishlaring pokiz o'rindiladi, ro'noq topadi. Ikki dunyo yaxshiligi sening bo'ladi. Xudoyimning so'yinchisiga ega bo'lasan. Qarag'ana, adolat degan musho, to'g'ri, odil bo'l. Bu adolat seni tilakingga yetkazadi. Odilliqing uchun Tangri seni yaxshi ko'radi. Odillikdan boshqa xalqqa o'chmanlik qilma. Dili yo'ruq kishi nima deydi, angla. Buning ma'nosi o'ylab qarasang, bu so'zga guvohdir. To'g'riligi uchun osmon oyoqda tik tura oladi. Tavrimganligi uchun yerda cho'p ziroat unidi. O'zgarmay to'g'ri tur, dilingni to'g'ri tut. To'g'ri odam ikkili dunyoda adolatga erishadi. Ey Ali, mening bilganlarim mana shular. İçim va teshimdagi hammani sana bayon qildim. Ikkili dunyoda foydali bo'lgan so'z shu edi. Bularni men sana aytib berdim. Bu dunyoning halovati va yaxshi nom, dunyo oxiratmi hammasi sening bo'lsin. Bu dunyoning mol dunyosi hammasi qoladi. O'zing o'lib ketsangmi, yaxshi noming qolsin. Buningga taqlid qilib, bilim yaxshi so'zlagan. Söz ma'nosi bilan uning o'xshatib shundoq degan. O'zim o'lsammi o'lay, nomim yaxshi bo'lsin. Tirik oxir o'ludi, nomim qolsin. Tirishib yaxshilik qilgin, yaxshi nom izda, yaxshi noming bilan mangu tirik qol. Ali bu so'zlarni anglab qattiq so'yindi. Ko'zi ochildi, dili yo'ridi, huzurlandi. Ali'nin ögdilmişki cevabı. Ali ögdilmişni köp alkışladı, maqtadı. Ve dedi, sen özün bilgenlerini sözledin. Bugünden başlap Xudo tevfik bersin. Sen aytgan bu sözlerini astoydil ko'nglimda tutay. Rabbim sendek yordamchini menga ato qildi. Tilisem tilikimni beradi deb umid qilaman. Xudo sening barliq orzu tilaklaringni bersin. Orzularimni tugal bayon qilding, ey yaxshi donishmand. Bugundan boshlab sen mehribonlik bilan menga yordam qil, ey ko'nglimga yaqin. Sana haqiqiy ishonaman va ishonch bog'layman. So'zingni mendan yoshirma, ey xushchiroy.
Quyosh meni qandoq yoritgan bo'lsa, senmi kunlarimni shundoq yoritding. Seni sarmoyam deb hisoblayman. Ko'ngil bergan tili va dili bilan yaqin bo'lgan kishi bek yaxshi so'zlarni aytgan. Ko'ngling kimga ishonsa, shuni aynak qil. O'zimni ko'ray deb uni oldingda qo'y. Samimiy kishi odamga aynak bo'ladi. Uniga qarab odam xulq mijozini tuziyalaydi. Kimning ko'ngli kimga haqiqiy yaqin bo'lsa, uningga ishonish, o'ziga haqiqiy yaqin tutish kerak. Ishongan kishiga sir aytish kerak. Ishongan kishi sir aytsa, mahkam saqlash kerak. Qara, o'gdilmish Aligning so'zlarini angladi. So'yindi, xo'p deb tabassum qildi. Alig so'zini tugatdi, o'zi hayajonlandi. O'gdilmish o'rnidan turib, u yerdan chiqdi. Alig shundan boshlab rohatni tashladi. Ko'p mushaqqat chekib, elini ratga soldi, tuzatdi. Yomonlarni yiroqlashtirdi, yaxshilarni to'pladi. Va ularni o'ziga yaqinlashtirib vazifa berdi. Xalq tuzaldi va eli tozlandi. Yil, oy, kunlar tinch o'tdi, halovatga erishdi. Al foydasi bilan hayot lazzatli bo'ldi. Xalq halovatga xushal bo'lib, shodlik bilan kuldi. Alig o'gdilmishni nihoyatda qadrladi. Ishinib, hamma ishini uningga topshirdi. Shundoq qilib o'gdilmish bir necha vaqt yurdi. Alam qayg'u bilan yana bearam bo'ldi. O'zini va ish harakatlarini kuzatdi. Hayotini va yigitligini zoya qilayotganligini bayqadi. Ko'ngli ko'ksi yo'ridi, ko'zi ochildi. Ko'nglini butunlay pok qilishni orzu qildi.